Birinchi pozitsiya Cobalt mexanika. Bunga cruise control, multimedia knopkalarni chiroyli o'rnatib ishlatib berdik. Ko'rishlaringiz mumkin. Narxi $600 bo'ldi. $600 ga cruise control, Cobalt uстановка, bonusiga Kansen uстановка qilib berdik. Cobalt avtomobili birinchi pozitsiya. Ko'p do'stlar. Oynalari masterubka. Ayribaylari yo'q. G'irt prostoy. Bu Cobaltimizga biz Kansen uстановка qilib beramiz. Polni yechib, tapetga hamma yog'ini, kabellarini, montajlarni qilib, birga bir qilib, xudo xolasa zavod qilib programmalarga yozib ishlatib beramiz. Hop, tapeta polni zib o'rechib olib, pecha korpusi olingan, panfellar yechilgan, radiator qotirildi, turkalar qotiramiz. Xudo xolasa chiroyli qilib yig'ib olamiz. Cobaltimizga Kansen uстановка deyarli bo'ldi. Tapeta qotirilsa bo'ldi. Tashqari tomonda radiator, trubka, kompressorlar qotgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Hammasini qotirib 15 havodamlab qo'yganmiz. Turibdi yana bir 15-20 minut turgandan keyin yig'ishni boshlaymiz. Cobaltimizning kondisioner deyarli bitdi. Bizda hozir programma jarayoni ketyapti. Uстановка sezon oxirlasa ham kun issiqligiga to'xtamayapti. Noldan kondisioner uстановкаga olib qo'ygan Cobaltimiz ishlari bitdi. Ko'rishlaringiz mumkin. Eshik ochiq holatda 5 gaz berib turibdi. Kondisionerlari chiroyli holatda ishladi. Yangi yupski avtomat korobka ko'chatalaridan qo'yib ishlatib berildi. Xo'p. Ko'rasizlar. Kondisionerga qo'shib plus multimedia cruise kontrollarni chiroyli qilib knopkalarni qo'yib birinchi pozitsiya bo'lsa ham ishlatib berdik. Cobaltga kondisioner necha pulga uстановка bo'ladi desalaring, yaxshi sostenadagisini $600 ga uстановка qilib beramiz. Bu mashinaning egalari uzoq tortishmasdan chiroyli muomala qilganliklari uchun talashganlarida ham baribir $600 dan $1 ham tushib bermasdik, lekin chiroyli muomala qilganliklari uchun aka biron nima yo'li bormi deb chiroyli so'raganlari uchun biz gap yo'q dedikda, rollariga cruise control, multimedia knopkalarni o'rnatib uстановка qilib programmalarni yozib bir ishlatib berdik. Ko'rishlaringiz mumkin. Cruise kontrollari ham, mana cruise kontrollari ham chiroyli ishlab turibdi. Xudo xolasa Cobaltimiz ishlar nihoyasiga yetdi. Egalarga telefon qildik, kelib ketsa bo'ldi. Cobalt prostoy bez kondisioner qo'yib bo'ladi desalaring, qo'yib bo'ladi. Qanaqa ishlasalaring zavoddan ko'ra yaxshiroq ishlaydi. Xudo xolasa kelaverasizlar. Narxi $600. Chiroyli qilib ishlayib beramiz.